Bugun bitiruvchilar kuni. Ularning his-tuyg'ulari qanday? Talabalikdan qolgan eng unutilmas xotiralar nima? Keling birgalikda bilib olamiz. Universitetdagi eng unutilmas xotiram o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va dars jarayonlarini juda ham qiziqarli tarzda tashkil etilishi bo'ldi. Birinchi kursdagi o'zingizga bitta maslahat bera olsangiz, nima der edingiz? Birinchi kursdami? Talabalik eng yaxshi davr ekan. Buni hech qachon esimdan chiqarmayman. Ha, esda qolardi. Buni qadriga yetdi. Buni qadriga yetish kerak ekan. Yana o'qi desalar, yana o'qirdim. Magistraturaga topshiraman endi. Eng sevimli ustozingiz kim va nima uchun? Aziza Aminovna o'zini mehrli, bizga dars o'tishlari bilan, chiroyli nutqi bilan bizni nima qilgan. Agar yana talaba bo'lish imkoniyati berilsa, nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Juda ko'p narsalar boshqacha qilgan bo'lardim. O'z ustimda faqat tinmay ishlagan bo'lardim. Yana qayta Innovatsiyalar universitetida Buxoroda, aynan Buxoroga kelib o'qigan bo'lardim. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin o'zimni maktabda bolajonlar bag'rida o'qituvchilik sohasida tasavvur qilyapman. Universitet sizga eng katta qanday saboq berdi? Universitet ilmiy saboq berdi. Guruhdoshlaringizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Ahil, do'stona, xushchaqchaq. Assalomu alaykum ey nuri ziyolarim, alpomish Barchinoy Rustam dostonlarim. Yurtimning kelajagi ey bag'ri osmonlarim, davralarda o'zbekcha so'zligingiz muborak, o'zbekona lutfingiz, o'zligingiz muborak. Assalom davramizning siz aziz mehmonlari. Assalom ilmu fanning sohibi davronlari, mehribon ustozlari, talabalar assalom, yuzlarida kulgu balqqan qizlar jonlar assalom. Assalomu alaykum hurmatli va qadrli ustozlar, mehmonlar, bitiruvchi magistr va bakalavrlar. Bugun universitetimiz hayotida tarixiy kechaning ishtirokchilari bo'lmish 2025-2026 o'quv yili magistratura va bakalavriat bosqichi bitiruvchilarining bitiruv oqshomida siz azizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum bugungi shukuhli tadbirimizning aziz mehmonlari. Barchangizni mo'tabar ilm va ta'lim maskani Buxoro Innovatsiyalar universitetining yana bir shodiyonasida tantanali diplom topshirish marosimida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Davru davron keldi, o'zgardi zamon. Buyuk kelajakka ko'z tikar inson, yurakda ishtiyoq, kuchli hayajon, yorug' kelajakka yo'l, yangi O'zbekiston. 3-Renessans yuksalish vaqti. Marraga yetishmoq yoshlarning ahdi, yangi O'zbekiston, ona xalq baxti, ilmu urfonga yo'l, yangi O'zbekiston. Shahnozaxon, keling bugun mana shu hayajonli daqiqalarni ochib berish uchun so'zni, bitiruvchi 2026 bayram tadbirini ochib berish uchun so'zni ustozimiz, ajoyib inson, Buxoro Innovatsiyalar universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor Roziyeva Dilnoz Isomjonovga bersak, gulduros va davomiy qarsaklaringiz bilan. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, Buxoro Innovatsiyalar universitetining ahil jamoasi, qadrli talabalarimiz, Hafiza birodarimga xush kelibsiz. Qadrli ota-onalar, jajji farzandlarimiz. Bugun sizlarni shunaqa quvonchli kunlaringizga sherik bo'lib turganimizdan biz juda ham xursandmiz. Chunki bitta jamoamiz mana shu yangi O'zbekiston degan bir katta oilamizni ichida Buxoro Innovatsiyalar universiteti degan bir kichkinagina oilamiz bor. Mana shu oilaning har bittangiz
a'zosi mana bugungi kunda bitiruvchi bo'lib o'zlaringizga juda chiroyli yarashgan mana kiyimlarda o'tiribsizlar. Hammamizni ko'zimizni quvnatib, hammalaringizga bugungi mana shu quvonchli kunlaringiz muborak bo'lsin. Yangi O'zbekiston, prezidentimiz, hukumatimiz sizlardan juda ham ko'p yaxshi qadamlarni kutyapti, dadil qadamlarni kutyapti, jadal qadamlarni kutyapti. Men o'ylayman, mana shu Buxoro Innovatsiyalar universitetini, yoshgina Buxoro Innovatsiyalar universitetining haqiqiy mana hozir boshlovchilar aytdi, bugun juda tarixiy kun, chunki bakalavr bosqichini tugatayotgan bitiruvchilarimiz bugun qaldirg'ochlar. Hammalaringizni nomlaringizdan mana shu tarix sarvaraqlarida yozilib qolinadigan mana shu birinchi qaldirg'ochlarimizni chin dildan tabriklaymiz. Ilm yo'liga dadil qadam bilan kirib kelayotgan, nima deydi, juda qattiq niyatlar bilan kirib kelayotgan, akademik darajani bugun olishga muyassar bo'lgan bitiruvchi magistrlarimizni tabriklaymiz. Sizlar bir narsani bilinglar, Buxoro Innovatsiyalar universitetining umuman mana shu yangi O'zbekistonni kelajagi sifatida sizlarga qarasak, aslida Buxoro Innovatsiyalar universitetining ham kelajagi sizlar. Bizga hali juda ham ko'p yaxshi olimlar kerak. Bizga juda ham ko'p yaxshi boshqaruvchilar kerak. Ular albatta sizlar oralaringizdan chiqadi. Hozir mana shu ota-onalarni tabriklab bir narsa aytkim keladi. Mana shu davrada hozir mana shu juda ham katta zalimizda bo'lajak vazirlar, bo'lajak direktorlar, mana bo'lajak hokimlar, Hafizaxon bilan biz ham qachondir universitetlarni bitirganmiz, oddiygina qadamlardan boshlaganmiz va Hafizaxon, men har doim bularga aytaman-da, siz bilan mendan bular o'tib ketadi. Chunki siz bilan men boshlagan paytimizda sal qo'rqoqroq edik, shijoatimiz pastroq edi, chunki bizni qo'llab turadigan bunday bir orqamizda orqa tog'larimiz yo'q edi. Hozir yangi O'zbekiston prezidentimiz shaxsan yoshlar uchun hamma imkoniyatni ochyaptilar. Biz faqat to'g'ri qadam tashlashimiz kerak, bilim olishimiz kerak. O'zimizni har bitta harakatimiz bilan mana shu vatanga loyiq bo'lishimiz kerak. Men chin dildan bugungi bir katta yutuqlaringiz bilan tabriklayman. Ota-onalarni tabriklayman, qaynona-qaynotalarni tabriklayman, farzandlarimizni tabriklayman, kelinlarimizni, kuyovlarimizni tabriklayman mana shunday yaxshi kun bilan. Chunki mana shu Buxoro Innovatsiyalar universitetida o'qib, bugun mana diplomni olib, oilalaringizga juda katta quvonch olib kirdingizlar. Bu diplomlaringiz sizlarning yaxshi kunlaringizga xizmat qiladi. Vatanimizni porloq bo'lishi uchun xizmat qiladi, kelajagimiz uchun xizmat qiladi. Mana shu sizlarni bir oilalaringizga ozgina bo'lsa ham quvonch olib kirishda ishtirok qilgan mana shu Buxoro Innovatsiyalar universitetining har bitta a'zosini, har bitta mana shu rahbardan tutorimizgacha, komendantlarimizgacha sizlarga xizmat qilgan barcha ana shu jamoamiz a'zolariga sizlarning nomlaringizdan minnatdorchilik bildiraman. Va hammalaringiz bizga ko'p Xudo kuch-quvvat bersin. Mana shu kichkinagina oilamiz kengayaversin. Ko'p bilimli yoshlarga diplom beraylik va ular joylarda borib bizni yuzimizni yoriq qilaversin. Kecha Sirdaryoda diplom topshirdik va sirdaryolik yoshlarimiz aytdi, bular aksariyati shu kunlarga guvoh. Sirdaryoda filialimiz ochilmagan paytlarida avtobuslar qo'yib, bepul avtobuslar qo'yib, sirdaryolik yoshlarni olib kelganmiz. G'ijduvonda bitta to'yxona gaplashamizda shu joyda osh berib, bularni olib kelib yotoqxonalarda yotqizib, bolasini qaraydigan qaynonalari bilan keladi kelinlarimiz. Shularni o'qitgan kunlarimiz bo'ldi. 2 yillab shu ishlarni qildik. Lekin bugun mana Sirdaryoda yaxshi binomiz ishlayapti. Hammalaringiz xabaringiz bordir. Xudo xolasa 1-oktyabrgacha deb quruvchilarimiz va'da beryapti. Buxoro Innovatsiyalar universiteti yangi juda ham katta zamonaviy binoda Buxoroda va 1-yanvardan Sirdaryoda yangi korpusda o'zini ishini boshlaydi va mana shu talabalarimiz uchun hamma sharoitlarni yaratamiz.
Sizlar bir narsani bilinglar bitiruvchilar, sizlar qo'lingizga diplom olib ketdi deganingiz, universitetdan ajralib ketdim deganingiz emas. Har doim universitet sizlar bilan birga, siz universitet bilan birga va bugungi boshlagan mana shu olgan diplomingiz bu finish emas, buni start deb qabul qiling. Ya'ni hayot mana shu ilm yo'liga, hayot yo'liga qadamlaringiz boshlandi va biz har doim sizlar bilan birgamiz. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi kunlaringizni doim eshitib yurish, ko'rib yurish bizga nasib qilsin. Rahmat. Samimiy tilaklaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz ustoz. Hurmatli talabalar, bugun bayramona kayfiyat bo'lishi kerak. Bir qarsaklarni eshitaylik qani. Boshqatdan kayfiyat zo'r bo'lishi kerak. 1, 2, 3 Buxoro Innovatsion universiteti. Mana bu boshqa gap. Demak, tadbirimizni ochib berish uchun so'zni keyingi mehmonimiz viloyat hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar bo'yicha maslahatchisi Artik va Hafiza To'ymurodovna guldiroz qarsaklaringiz bilan. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, aziz kuzda kelajak nurlari yonib turgan qadrli bitiruvchilar. Shunday bir yaxshi kunda sizlar bilan uchrashib turganimdan behad minnatdorman. Eng avvalo, hozir xuddi o'zim bitirayotgandek yuragimda shunday bir to'lqinki, shuncha bitiruvchilarimiz, shuncha ota-onalarimiz, shuncha umid qilib turgan aziz yurtdoshlarimiz o'tirganligini o'zi viloyatimiz uchun eng juda katta bayram deb hisoblasam bo'ladi. Bu uchun sizlarga mana shu bugungacha tarbiya bergan, ta'lim bergan eng avvalo ustozlaringizga, ota-onalaringizga viloyat hokimligi nomidan o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun kelajak yoshlarniki deb qayta ta'kidlanayapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan har bir qilinayotgan islohot bugun yoshlarimiz uchun, inson qadri uchun qilinayotganligini har birimiz har lahzada ko'rib, his qilib turibmiz. Ammo men bitta asosiy masalani aytishim kerakki, bu darajada juda katta shijoat bilan shuncha ta'limni yo'lga qo'yib, ham Sirdaryoda, ham Buxoroda obro'y topayotgan Buxoro Innovatsiyalar universitetining rahbari ayol kishi ekanligi bilan ham biz juda faxrlanamiz. Chunki viloyatimizda ayol rahbarlar uchun bugun juda katta imkoniyatlar eshigi ochilgan bo'lsa-da, bu qadamlarni tashlash uchun juda katta shijoat, juda katta sabr, juda katta mas'uliyat kerak bo'ladi. Mana shu mas'uliyatni isbotlagan sizlarni rektorlaringiz Dilnoza opa Ro'ziyeva bo'ladilar. Va cheksiz quvonch bilan aytmoqchimanki, u kishining yonlarida qator turgan mana shu ustozlarimiz, u kishining jamoalari haqiqatan juda to'g'ri ta'kidladingiz. Dilnoza opa, bugun xizmatchilarimiz, ishchilarimiz ham bu talabalarimiz uchun qanchalik mehnatlari singan, ularga ham ta'zim qilamiz. Har bittalaringizga minnatdorchilik bildiramiz va bugun magistrlarimizga, bitiruvchilarimizga qarata aytmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz kuni kecha bitiruvchilarimizga tabrik yo'llagan vaqtlarda qayta aytdilarki, kuni kecha qo'lida kitob olib, kitob varaqlagan jajji qizaloqlar ertaga bizning 3-renesansni yaratadigan qizlar bo'lib kelyapti. Bugun xotin qizlarimizni ta'lim olishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bevosita aytish kerakki, shu o'rinda mana shu 3-renesans poydevorini yaratayotgan qizlarimiz ertaga oilada farzandlarni bilimli, ilmli, kuchli qilib tarbiyalaydigan onalardir. Bugun mana shunday farzandlar kelajakka befarq bo'lmagan
Davlatimiz, muhtaram prezidentimiz boshimizda borliklarning o'zi juda katta bizning yutug'imiz bo'lib hisoblanadi. Eng asosiy masalaga o'tadigan bo'lsam, sizlarni bugun hayot ostonasi kutyapti. Bugun sizni qo'lingizda beriladigan har bitta olgan ilmlaringiz uchun qo'llaringizdagi diplom sizlarni haqiqatan ham dastlabki pilla poyalaringiz bo'lsin. Va bu davomiyligini men tilab qolgan bo'lar edim. Kimdir ilm yo'lida, kimdir rahbarlik yo'lida, kimdir o'zini tashkilot korxonalarida va qolaversa respublikamiz miqyosida xalqaro maydonlarda biz sizlarni juda katta yutuqlar bilan qutlashni niyat qilib qolardim. Va mana shu Innovatsiyalar universitetining ishlariga men omad tilayman. Qator bitiruvchilarimiz safi kengaysin va sizlarning yutuqlaringiz mana shu zalda o'tirganlarimizning ichida haqiqatan senatorlarimiz, rahbarlarimiz, deputatlarimiz, viloyat hokimlari, hokim o'rinbosarlari hammasi mana shu yerda o'tiribdi deb niyat qilaman. Yana bir marta bayram muborak bo'lsin. Murodovna katta rahmat. Biologiya fanlari doktori, professor. Uzoq yillar mana shu yosh avlodga tarbiya berib, bugun Buxoro viloyat hokimi o'rinbosari sifatida butun respublikaga Buxoro viloyatini, ayollarini himoyasini, shularni tog'dek orqasida turgan Hafiza To'ymurodovna, sizga juda ham katta minnatdorchilik. Buxoro Innovatsiyalar universitetini har bitta xotin qizi sizni himoyangizni, sizni e'tiboringizni doim sezib turamiz. Katta rahmat. Samimiy tilaklaringiz uchun ustozlar sizga barcha bitiruvchilar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashakkur sizlarga. Tarixiy ma'lumotlarda Rim tengdoshi Sharq Parij deb nomlangan. Buxoroi Sharif jahonda dunyoviy va diniy ilmlarning markazlaridan biri sifatida mashhur bo'lib kelgan. Buxoro Innovatsiyalar universiteti 2022-yil 15-noyabr kuni tashkil topgan bo'lib, joriy yilda universitetimiz o'zining 4 yoshini nishonlayapti. Buxoro Innovatsiyalar universiteti respublikamizdagi yangi tashkil etilgan oliy o'quv yurtlaridan biri hisoblanadi. Unda hozirgi kunda 134 nafar professor, o'qituvchi va pedagog xodimlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shundan 3 nafar professor, 20 nafar PhD falsafa doktorlari, 28 nafari ilm-fan sohasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan yosh doktorantlar tashkil etadi. 2026-yil iyul oyida universitetimizning ilmiy salohiyati 43.5% ni tashkil etyapti. Bu ziyo maskanni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida nechog'lik muhim o'ringa egaligi yaqqol dalilidir. 2022-yil 2026-yillarda universitetimizda 2 ta fakultet tarkibiga 6 ta kafedra faoliyat ko'rsatmoqda. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari soni 21 tani, magistratura mutaxassisliklar soni 4 tani tashkil etmoqda. Universitetimizda 20 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan birga hamkorlik aloqalari o'rnatilgan va tegishli shartnoma, bitim va memorandumlar imzolangan. Ta'lim dargohining xorijiy investitsiya va grant mablag'lari jalb etish hamda xorijiy talabalar ulushi va ta'lim eksportining oshishi bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarga erishishi inobatga olgan holda ushbu hamkorlik bilan doimiy ravishda tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Azizlar, jonajon universitetimiz haqida bu kabi g'ururbaxsh yutuq va ma'lumotlarni yana ko'plab keltirish mumkin. Jumladan, universitet talabalari, magistrant hamda doktorantlarning viloyat, respublika va xalqaro miqyosda qo'lga kiritayotgan yutuqlari alohida e'tirofga munosibdir. Ammo xalqimizda 1000 bora eshitgandan ko'ra 1 bora ko'rgan afzal degan dono naql bor. Marhamat qilib sahnadagi monitorga qarashingizni so'raymiz.
Har bir katta muvaffaqiyat to'g'ri tanlovdan boshlanadi. Kelajagingizni bugundan qurishni istasangiz, sizni Buxoro Innovatsiyalar universiteti kutmoqda. 2022-yilda tashkil etilgan universitet oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan berilgan davlat litsenziyasi asosida faoliyat yuritadi. Bu esa bitiruvchilarga davlat tomonidan tan olingan diplom berilishini anglatadi. Bu yerda ta'lim zamonaviy yondashuv asosida tashkil etilgan. Talabalar nafaqat zamonaviy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Universitetda axborot texnologiyalari, dasturiy injiniring, iqtisodiyot, moliya, pedagogika, psixologiya, xorijiy tillar, qurilish, transport, musiqa ta'limi, jismoniy madaniyat va boshqa ko'plab istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha bakalavriat hamda magistratura bosqichlari mavjud. Zamonaviy auditoriyalar, laboratoriyalar, IT xonalari, kutubxona va qulay yotoqxona talabalar uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Universitet xalqaro hamkorlikni ham rivojlantirib, talabalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Qabul jarayoni oddiy va qulay. Hujjatlarni onlayn yoki universitetning qabul bo'limi orqali topshirishingiz mumkin. To'lovlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish imkoniyati, shuningdek, turli chegirma va bonus dasturlari ham mavjud. Orzularingizni maqsadga, maqsadlaringizni esa muvaffaqiyatga aylantiring. Buxoro Innovatsiyalar universiteti kelajak sari ishonchli qadam. Batafsil ma'lumot uchun 55 307 5000 raqamiga murojaat qiling. Hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, endi hayajonli daqiqalar yetib keldi. Sahnamizga rektorimizni taklif qilamiz deb bitta sho'la qarsaklarni chalib qo'yasizlar. Keling ustoz. Hafiza opamizni ham taklif qilamiz, keling. Nimagadir qarsaklar eshitilmayapti? Diplom berish marosimini boshlaymiz. Magistrlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. Pedagogika yo'nalishini guldiroz qarsaklar bilan barcha magistrlarimiz pedagogika yo'nalishini sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Olqishlab turamiz, olqishlab turamiz. Qarsaklar eshitilmayapti. Buxoro Innovatsiya universiteti. Buxoro Innovatsiyalar universitetida 4 ta magistratura mutaxassisligi bo'lsa, eng katta yo'nalishimiz pedagogika nazariyasi va tarixi, ta'lim muassasalarini boshqaruvi yo'nalishlarimiz, shuningdek iqtisodiyot va ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishimiz. Demak, birinchi sahnamizga pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi mutaxassisligi magistrlarimizni taklif qilamiz. Kelinglar. Hafizaxon To'ymurodovni ko'rdingizmi? Mana bular bugun akademik daraja olyapti bular. Ilmiy ishlar qiladi. O'zbekistonning bo'lajak olimlari bular. Familiyatsiyaga ozgina cho'ziladi. Hammalaringizni barchamizdan kun bilan tabriklaymiz. Albatta Hafizaxon To'ymurodovna bilan, mana jamoa a'zolarimiz bilan hammalaringizni bitta nomlaringizni aytib, tabriklab bergimiz keladi diplomlaringizni. Havo juda ham issiq. Qizlar, yigitlar, to'g'ri tushunasizlar. Diplomlaringiz ilovalari bilan, muqovalari bilan kelgan, imzo qo'yib olasizlar hammalaringiz. Xudo xolasa bizga suyunchiga kelasizlar, qayerlarga ishga kirganingizni albatta biz bilishimiz kerak. Biz bilamiz Hafizaxon To'ymurodovna, hozir mana shu sahnada o'tirganlarimizni 99% ish bilan ta'minlangan. Bular hammasi ish joylarida ishlayapti, ishsiz bo'lganlari yo'q. Hammasi mana Hafizaxon xursand bo'lyaptilar. Orqada yigitlar ham bor, bular juda kamtar. Hammalaringizni tabriklaymiz. Biz juda ham sizlarga ko'p gaplar gapirgimiz keladi. Xudo xolasa doktoranturalarga kirasizlar, fan doktorlari bo'lasizlar. Mana shu yangi O'zbekistonning kelajagi sizlar. Bakalavrlarimiz endi bir qadam tashlagan bo'lsa, sizlarni ikkinchi shaqdam qadamingiz. Akademik daraja oldingiz. Mana shu kunlaringiz muborak bo'lsin. Doim sizlarni
ilm yo'lidagi mana shu shaxdam qadamlaringizdan bizlar quvonib yuraylik. Diplomlari muborak bo'lsin deb chiroyli qarsak chalinglar mani magistrlarimga. Bugun juda ko'p rasmlarga tushinglar. Hamma joyga ko'z qilinglar. Diplom oldim deb. Shunday yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ota-onalaringizga minnatdorchilik, mana shunday farzandlarni katta qilib, shu darajaga yetkazganlaringiz uchun shulardan yaxshi kunlar ko'proq ko'ringlar. Rahmat. Marhamat, hurmatli magistrlar, suratga bemalol tushishlaringiz mumkin. Pedagogika yo'nalishi magistrlari. Poyga chiqamiz, diplomlari topshiriladi. Iltimos. Demak, bugungi bitiruv tadbirimizni chiroyli o'tkazish uchun o'zining chiroyli qo'shig'i bilan, san'ati bilan Buxoro eliga manzur bo'lib kelayotgan xushovoz xonanda, Buxoro farzandi Jamshid Niyozovni sahnamizga taklif qilamiz. Guldiroz qarsaklaringiz bilan barchani chiroyli kuy qo'shiqlar bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Shaydo yorginam yonida paydo, yana bo'laman shaydo yorginam yonida paydo. Aylading gulim bo'yinga bandal, darmon sendayu dardi manda. Aylading gulim bo'yinga
shaydo yorginam yonida paydo yana bo'laman shaydo yorginam yonida paydo yana bo'laman shaydo yorginam yonida paydo yana bo'laman shaydo yorginam yonida paydo Kayfiyatli a'lo darajadami? Nimagadir ovozlaringiz eshitilmayapti. Mana shu ko'taring kayfiyatda. Qolgan magistrlarni ham taklif qilamiz. Sahnamizga marhamat qilib iqtisodiyot yo'nalishini taklif qilamiz. Magistrlarimiz sahnamizga marhamat. Iqtisodiyot yo'nalishi. Yo'nalishga ismini o'tiramiz. Yo'nalish. Iqtisodiyot qani? Kelinglar, marhamat. Ta'lim muassasalarini boshqaruv. Axborot texnologiyalari. Kelinglar, marhamat.
Orqaroqqa boramiz, orqaroqqa boramiz. Magistrlarimizni olqishlab qo'yamiz. Endi esa sahnamizga magistrlarimiz orasida mana shu oliygohda o'qib, ilm olib, ustozlar bilan mana shunday chiroyli bir davralarda, sahnalarda bugun diplom olgan, demak magistrlarimiz orasida, diplom olganlar orasida ota-onalari, yaqinlari bo'lsa, marhamat, tabrik so'ziga taklif qilamiz. Bormi? Kimni aytadigan chiroyli samimiy tilaklari bor ustozlarga? Kim yaxshi ko'radi Buxoro Inaslar universitetini? Zo'r. Marhamat taklif qilamiz. Armon bo'lib qolmasin keyin. Bitiruvchimiz Xo'jaqulova Rayhonga so'z navbatini beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizlar ham sizlarga o'xshab birinchi qaldirg'och bo'lib innovatsiyalar institutiga kelganimizda shunday bir hayron bo'lgandik. Qachon diplom olayotganmizlar deb. Mana Allohga behisob shukr, bugun Buxoro innovatsiyalari institutining talabasi bo'lib, bitiruvchisi bo'lib, diplomga loyiq bo'lib mana sahnada o'tiribmiz. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat, bizlarga shunday sharoit yaratib berganlari uchun. Unda ustozimiz direktorni bir minutda chaqirib qolaman yonimga. Qaldirg'och ustozimiz birinchi shu innovatsiyalar Buxoroga kelganimizda qo'limizdan yetaklab o'z bilimlarini bizlar bilan almashgan, yo'l ko'rsatgan ustozimiz O'roqovani davraga chaqirib qolaman. Tabriklarim bor. Arzimas sog'an bo'lsa ham ustoz, bizlarga bergan bilimlaringizga kattadan katta rahmat. Men jismoniy tarbiya o'zimizni talabalar nomidan chin qalbimdan tabriklaymiz sizni. Bugungi bayramingiz bilan sizni ham. Endi ustozga bunaqa qarsak bo'lmaydi. Qani chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Mana bu boshqaga. Birinchi qaldirg'ochimiz O'roqovani ham davraga taklif qilib qolaman. O'roqov ustozimiz taklif qilamiz. Qarsaklar bo'lsin ustozimizga. Buxoro Innovatsiyalar universitetida mana shu jismoniy madaniyat yo'nalishini o'rni umuman bo'lakcha. Bu yerda bizni chempionlarimiz o'qiydi. Juda ko'pchiligi bular orasida grant asosida o'qiydi. Ko'plab voucherlar berganmiz, chunki bular orasida chempionlari ko'p. Jahon chempionlari, O'zbekiston olimpiada o'yinlarida qatnashgan chempionlarimiz bor. Men o'ylayman, mana shu jismoniy madaniyat bugungi kunda mana shu hukumatimizning bir ustuvor yo'nalishlaridan bittasi. Prezidentimizning siyosatlarining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri salomatlik, sog'lomlashtirish va jismoniy madaniyat. Ayniqsa qizlarimizni mana shu yo'nalishda o'qishi meni juda ham quvontiradi. Chunki joylarda jismoniy madaniyat bo'yicha qizlarimiz, ayol o'qituvchilarimiz yetishmasligi hammam hech kimga sir emas. Hammalaringizga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Mana shu joylarda qayerga borsak ustoz deb oldimizdan chiqasizlar. Bugun hozir hisoblayapmiz, 4-yil endi bo'layotgan bo'lsa Buxoro Innovatsiyalar universitetiga, lekin respublika bo'yicha qayerga borsak Buxoro Innovatsiyalar universitetini talabalari joylarda ishlayapti. Ayniqsa mana bugun bitiruvchisizlar. Men o'ylayman, safimiz bundan-da kengayadi. Sizlarga o'xshagan mana doim men bitta gap aytaman. Test markazidan 0.1 ball yetishmadi degani talaba bilimsiz degani emas. Juda ko'p yillik armonlaringiz bo'lgan, ko'pchiliklaringizni o'qiyman, oliy ma'lumot olaman degan. Mana shu xususiy universitetlar, nodavlat universitetlar sizlarga shu oliy ma'lumot olish imkoniyatini berdi. Shuning uchun mana ko'rib turibsizlar, davlat universiteti bilan bir xil diplom, bir xil darajadagi sizlarga ishonch. Shuning uchun hammalaringizga sog'lik, salomatlik. Men o'ylayman, sizlar doim harakatlaringiz bilan o'zlaringizni o'sha ishlab chiqarishdagi o'rinlaringiz bilan bizni quvontirasizlar. Rahmat. Sizga ham katta rahmat ustoz. Rahmat. Keyingi yo'nalish kimni chaqirasizlar? Keling.
Mana shu nimamiz tadbirimiz davomida talabalarimiz, ota-onalar agar fikrlaringiz bo'lsa bemalol kelinglar, biz sizlarga so'z beramiz. Tashakkur ustoz. Navbatni diplom olish uchun bakalavrlarni maktabgacha ta'lim yo'nalishi, jismoniy madaniyat, kunduzgi 3-kurs talabalarini qarsagingiz ostida sahnamizga taklif qilamiz. Hurmatli talabalar, diplomlar sifatida olasizlar. Marhamat. Keyingi yo'nalish talabalarini taklif qilamiz. Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi 5-kurs. Ustozimiz Azza Binoni ham taklif qilamiz. Marhamat, sahnaga. Bo'lsinmi? Xo'p, rahmat. Buxoro Innovatsion universitetining eng faol talabasi, tashkilotchi, shoira. Marhamat, qarsaklar bo'lsin bitta chiroyli. Bismillahdan boshlayman har bir so'zimni. O'zbekiston qiziman, o'zbekman o'zim. Mustaqil yurtimga omad beralloh. Hur diyor qiziman, alhamdulillah. Avvalambor assalomu alaykum. Barchamizga yaqin, qadrdon, o'zimizga ham otadik, ham onadik bo'lgan aziz ustozjonlar, hamda biz uchun qadrli bo'lgan kursdoshlarimiz, qadrli opa-singillar, hurmatli ota-onalar, bugungi bayram, bugungi yaxshi kun, bugungi quvonchli kun barchangizga muborak bo'lsin. Sababi yillar davomida orzu qilib kutilgan magisterlik, bakalavr diplomlarini olyapmiz. Inshaalloh mana shu kelajakda egallayotgan diplomimiz, olayotgan diplomimiz avvalambor hammamizga xayrli kelsin. Ana shu diplomni olib, bilamiz aniq reja, maqsadlarimiz bor.
Ana shu maqsadlar yo'lida sizga Allohdan kuch-quvvat tilayman. O'qishimizni rektorimiz qayerga ketdilar? Men ana shu insonga talabalar nomidan ta'zim qilmoqchiman. Sababi mana shu universitet bitta oila deb ataydigan bo'lsak, mana shu oilani chinakam otasi, onasi bo'la oldingiz. Buni zamirida ota-ona qanchalar buyuk. Sizni ota-onaga qiyosladim, bejizga emas. Sizni qarshingizda, sizni qo'l ostingizda ishlayotgan barcha ustozlarga ham tashakkur aytaman. Shaxsan men uchun juda hurmatda, e'zozda bo'lgan, ana shu universitetga ilk bor qadam qo'yganimda ochiq chehra bilan kutib olgan Orif Rustamovichga alohida tashakkur aytaman. Olqishlar bo'lsin. Dekanimiz keling, yaqinroq sahnaga. Sahnaga keling, ustoz. Keling ustoz. Qarsaklar bo'lsin. Aslida universitet boshqarayotgan rahbarga mana shu inson ana shu jarayonni yetkazib beruvchi asosiy vositachi inson bo'ladi. Ana shu insondagi muomala. Men o'rnak oldim ustoz sizdan. Tarbiya bergan, sizni ana shu kunlarga yetkazgan ota-onangizga mingdan ming tashakkurlar aytaman. Chunki ustoz bizni har xil holatda talaba keladi. O'shanday jarayonlarda labbay deb qo'li ko'ksida bizdan bu kishi yoki qo'rqqanidan yoki ojizligidan emas, hurmat qilganidan, talabaga bo'lgan o'sha ilmli talabani qadrlab olganidan. Ustozjon, sizga Allohdan barcha yaxshiliklarni tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Eng oliy ilvonlar sizniki bo'lsin. Kelajakda mana shu bizga ta'lim beryapsizlar. Aniq rejamiz bor, maktab direktori, vazir, kerak bo'lsa chempionlar, biz jismoniy tarbiyalar. O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi dunyoga? Sportchilar ko'taradi. Yashasin jismoniy madaniyat. Shunday ekan, ana shu faxrlanaman men ustoz. Innovatsiyalar universiteti haqida birorta negativ gapirgan ham qo'ymagan shu paytgacha. Biz ijobiy fikrdamiz. Sababi og'riqlarimizni, rejalarimizni amalga oshirishda bugun siz bizga ana shu narsani taqdim etyapsiz. Sizga ham Allohdan beg'ubor poklikni, parilar siluvligini, mehribon onalar mehrini tilayman. Hech qachon ko'zingiz namlanmasin. Baxtdan, quvonchdan sizni yoningizda, sizdan-da sizni yaxshi ko'rayotgan insonlar ko'p bo'lsin. Bu yerda tilim nima deydi? Bu imkoniyat berilganda men ustozlarni nomma-nom tilga olmasam bo'lmaydi. Uraqova ustozim, Navruz domla, juda ham muomalasi menga madaniyat, muomala madaniyati. Ma'naviyat nimasi Alisher ustozimiz. O'quvchilari bo'yicha bugun shunaqa shu inson bilan tortishim ustoz bilib qo'ysin, innovatsiyada shunday kuchli bilim sohibalari borligini. Olqishlar bo'lsin. 4 qator she'r bilan men fikrimni, nima dedi, hissiyotlarimni bag'ishlamoqchiman, oz-oz ijod qilib turaman. Birinchi navbatda ustoz, men o'sha she'rimni Orif Rustamovichga keyin sizga bag'ishlayman. Sizning o'ng qo'lingiz sizni rag'batlarga, sizni ko'klarga olib chiqayotgan inson ana shu inson. Bevafo dunyodan vafo izlagan, yolg'onchi dunyoda rostni so'zlagan, nohaqni qoralab xalqni ko'zlagan. Bu kim deb so'rasangiz derman ustozim. Ilm deb, yurtim deb o'zini unutgan, vatan shu insondan savob ish kutgan, buyuk allomalar yo'lini tutgan. Bu kim deb so'rasangiz derman ustozim. Sizga ta'rif berishga ojizdir tilim. Siz dunyoda muqaddas ayol zotisiz. Siz quyoshsiz, oftobsiz, jonim ustozjon, mehringiz bilan yashaymiz doim. Ana shunday talabalar bor sizning universitetingizda. Ana shunday salohiyati kuchli, o'ziga ishongan, o'zidan bilimini kelajakda yosh avlodga beradigan bizni guruh, men ishonaman, ertaga kuchli mutaxassislar chiqadi. Yurtimizga xizmat qiladigan ana shu jarayonlarni taqdim qilgan barcha Buxoro innovatsiyalar jamoasiga mingdan ming tashakkurlar. Sog' bo'ling. Filologlar nima qilyapsizlar? Fizkulturachilar qanaqa she'rlar aytayapti mana. Rahmat sizga, baraka toping.
qaysi fizkulturachi bo'lsa ham bular o'qituvchilar. Rahmat. Davom ettiringlar Alisher. Rahmat hammalaringizga. Hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, endi Eshmurodovaning she'rlarini eshitib ilhomlandik, ta'sirlandik, kayfiyat a'lo darajada bo'ldi. Bitta chorli qo'shiqqa navbat bersak, hammani raqsga taklif qilamiz. Buxoro estrada yulduzi Jamshid Niyozovni sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Yonib voy voy bemor etdi bu chiroy. Voy voy bemor etdi bu chiroy. Hiyla tig'ib qilsin Habibin har dam o'til gulxani. Voy voy bemor etdi bu chiroy. Yonib voy voy bemor etdi bu chiroy. Hiyla tig'ib qilsin Habibin har dam o'til gulxani. Voy voy bemor etdi bu chiroy. Habibim yor siylosın, şu suratın siyoh edi. Nafturundan qarashlarin mani shohim. Qo'lim ushlab yolosam, yo'lida shamol bo'lsam, bizda qasim sog'inmas mag'rur gul. Bizmiz bizlar, bizmiz xumor, bizmiz bizlar, bizmiz xumor. Yonib voy voy bemor etdi bu chiroy. Hiylatig'i tilsin Habibin har dam o'tdi gulxani. Voy voy bemor etdi bu chiroy. Hiylatig'i tilsin Habibin har dam o'tdi gulxani. Necha kun qolmadi abad majnun. Necha kun qolmadi abad majnun. Man kabi dardiga darmon topmayin dili xun. Necha kun qolmadi abad majnun. Tolib necha kun qolmadi abad majnun. Man kabi dardiga darmon topmayin dili xun. Necha kun qolmadi abad majnun. Kamdir abad, o'ti va achib yor yor. O'sam olayin ishqida mani shoh. Qo'lim ushlab yolosam, yo'lida shamol bo'lsam, bizda qasim sog'inmas mag'rur gul. Bizmiz bizlar, bizmiz xumor, bizmiz bizlar, bizmiz xumor. Yonib voy voy bemor etdi bu chiroy. Har dam o'tdi gulxani. Voy voy bemor etdi bu chiroy. Hiylatig'i tilsin Habibin har dam o'tdi gulxani. Guli gul sora binet, xo'lila diyora bu binet. Guli gul sora binet, xo'lila diyora bu binet. Labiyor shirin u shakar, sharbati labiyora bu binet. Labiyor shirin u shakar, sharbati labiyora bu binet. Bedoram bedoram baroyat man, bedoram 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 baroyat man, bedoram. Ro'yat binamo man, ustad binamo man. Dilam suyi tu boshad, hazor bola kunam man. Bedoram bedoram baroyat man, bedoram 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 baroyat man, bedoram.
قراری دلی من دلبری جانانی من دلبری دلکش برده دلی جانی من دلبری دلکش از لبی جانانی من دلبری دلکش زنده شود جانی من دلبری دلکش دلبری دلکش دلی من برده قراری دلی من دلبری دلکش دلی من برده قراری دلی من در تو بیا خوابی کن من بشینم شم از رخ تو سوزد و من روی تو بینم هر کس که گیرد یک شب تو را با کنارش در سینه تو را سخت گریفتن مزه دارد دیدن مزه دارد آغوشش مزه دارد دیدن مزه دارد آغوشش مزه دارد Katta rahmat. Jamshidga sanasa ko'z tegmasin. Demak, keyingi yo'nalishga beramiz. Bakalavr yo'nalishiga diplom topshirish marosimini marhamat. Transport logistikasi. Boshlang'ich ta'lim 5-kurs. O'zga tilli guruhlarda rus tili. Marhamat, sahnaga. Olqishlab qo'yamiz talabalarimizni, bitiruvchilarimizni. Marhamat, sahnaga taklif qilamiz. Transport logistikasi. Boshlang'ich ta'lim 5-kurs. O'zga tilli guruhlarda rus tili. Marhamat. Keyingi yo'nalish iqtisodiyot yo'nalishi talabalarimiz. Tayyorlanib turamiz. Shu yerdamisizlar? Iqtisodiyot yo'nalishini taklif qilamiz sahnaga. Marhamat, bitiruvchi talabalarimizni.
Iqtisodiyot yo'nalishi. Salfanamiz, chiroyli qilib salfanamiz. Hurmatli operatorlar, suratga olib bo'lsizlarmi? Rahmat. Diplom ilovalarini foydadan olamiz qo'l qo'yib. Hurmatli talabalar, diplom ilovalarini foydadan olamiz. Suratga tushib bo'lganlar diplom ilovalaringizni foydadan olasizlar. Jismoniy madaniyat yo'nalish, kelinglar, marhamat. Diplom olgandan keyin qaytib kiringlar, konsert dasturlarimiz bor. Hurmatli rektorimiz bilan jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalarimiz suratga tushishar ekan, marhamat, kelinglar. Marhamat ustoz. Jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalarimiz kutib turishibdi. Chiroyli saflanamiz. Hammamiz saflanamiz. Abdurahmon, bo'ladimi? Kameraga qaraymiz, hammamiz to'g'riga qaraymiz. Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalari, doim sizlar faol bo'lib kelgansizlar, bugun ham bir faolliklaringizni ko'rsatasizlar. Hammani raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Ketish yo'q. Qanaqa qo'shiq bo'lsin? Buxorochami? Marhamat qilib Buxoro estrada yulduzi xushovoz xonanda Jamshid Niyozovni taklif qilamiz. Shoh qo'shiqlar bilan barchani raqsga taklif qilamiz. Dilni yoqarsan,
تبان شیرین روی شیرین قندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبان شیرین سیب سیام و یشکش که نقرش من دیوانه کلده بو قرش من دیوانه کلده بو قرش روی شیرین قندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبان شیرین روی شیرین قندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبان شیرین شکر کنی خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر جان شکر کنی خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر لب لبی بال ماخی تبانی شیرین عطری گلی یاری زبانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر روی شیرین قندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبانی شیرین روی شیرین قندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبانی شیرین حسیل میکنم تو عرس نکنی شکرگنده یانمگه قنی گزلی بکنی دیلم میزند وای تو بعد دیلم میزند ای قلو ایکن دو قزشه بونچه رافت روی شیرین خندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبانه شیرین روی شیرین خندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبانه شیرین سیب سیام و یشکش که نقرش من دیوانه کلده بو قرش من دیوانه کلده بو قرش روی شیرین خندی نباده شیرین لب لبی بال ماخی تبانه شیرین روی شیرین خندی نباده